111 millet vekili yaşay turgan burungi Sumbur tubagida do'stlik kuni o'zdiruv kerakligini bundan bir necha yil ilgari ul shaqdagi gubernator Sergey Morozov aytgan edi. Hamma bugun shahar o'zagidagi xalqlar do'stligi saroyi yonida yangi bayramgirlik. Do'stlik maydonining qo'y sig'inab pishmog'ini qarasang-da, ko'z yovun olarlik motor milliy kiyimlar, dardli biyular ko'rasan. Turli tillardagi shi'rlar, jurlar yangrab turadi. Bayramga keluvchilarni milliy utarlar, qo'l ustalarning ko'rgazmasi, har turli ustaxonalar qarshi oladi. У нас в Ульяновской земле царит мир и взаимопонимание межнациональные, и все национальные общины, татарские, чувашские, мордовские и так далее, другие, мы все тесно относимся и совместно проводим разные мероприятия. Самое главное, наше место, дом, где мы живем, и надо ценить всех соседей вокруг и всего мира. Bayram kişi xalqlar do'stligi yurtida birinchi topqir o'zishchi Volga Shiroka degan tibak-ora san'at festivali bilan davom etdi. Bugun bir sahnada Tatariston, Chuvashston, Mordoviya respublikalarining davlat jir hambiy ansambllarining gala konserti boshlandi. Вчера прошел великолепный концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Зал овациями встречал огромную программу, великолепную, роскошную. Высокий профессионализм этого коллектива. Давно уже его ставят в ряд с самыми классными коллективами нашей страны. Festivalning birinchi kunini dunyo ko'lam tanilgan Tatariston jir hambiy ansambli Simbirlarga 2 soatlik programma taqdim etdi. Bir sahnada 70 dan ortiq yigit ham qiz chiqish yasay. Shunga ko'ra da sahna orti Umarto Qurtusmon qo'ynab turadi. Ansamblning kiyim sexi mudiri bildirgancha, bugungi konsert uchun ginada biriga 300 ga yaqin zotli tatar xalq kiyimlarini keltirganlar. Ko'rinib turadi. Azirlik yuqori darajada. Mana bugun biz biz birinchi topqir Rossiya ko'lamida Ulyan o'lkasida, Ulyan shaharida Simbir shaharida birinchi topqir keyin İdil degan festival o'tdi. Bunda zotli kollektivlar, shular bilan mening aytasim kela, shular orasida biz zal to'tirib kelgan tomoshachi bu kunni bir mezgilda asrlar bo'yi Idil bo'yinda do'stona umr etuvchi rus, tatar, chuvash ham mordova xalqlarining zo'r san'ati bilan tanishdi. Har chiqishni zo'rlab olqishladi. Qozon artistlari keladigan men sotlanib ketdim. Bütün işlerimni berdimde, kiragimni, sanagimni degan kabi vaqsada qoldi. Rahatlanib, mana bu konsertga keldik. Artistlar ko'payib ketdi. Alay bir qalb tortmaylar. Bu ansambl bek tortalarda her kişinin o'zining talanti ko'rinadi. Her bir kişi anda her bir kişide talanti ko'rinadi. Shuning uchun men bekor aytib beramiz. Настолько профессионалы, настолько меня захватывающие. O'zingda ochib ketgan kabi o'zingga shulay ko'rasan, eskitgich motorlar. Qozonda o'qiganda avamning yonida yeriydik. Hozir bir bek shotlarim bilan qarorga keldik bugun. Bugungi festival ham do'stlik bayrami. Turli tillarda siylashgan distalagan millat vakilini bir maydonga yig'ib, birdamlik ham kuchlilikning tub ma'nosini tag'in bir qator asladi. Ulyan silkasidan Ramiz Safin, Ahmad Mudarisov, Yo'g'osir kanali.